har bitta oilada bitta shunaqa odam bo'ladi. Hammani ham gapini eshitmaydigan, kim nima desa o'shaqa qarab ketmaydigan, dangasa erinchoqlik qilmasdan to'lqa harakat qiladigan. U shunaqa ko'tariladi, shunaqa yutuqlarga erishadi butun oilasini. Necha yillar davomida armon bo'lib qolgan orzularini amalga oshiradi. Pul bilan, natija bilan, harakatlari bilan ko'rsatib qo'yadi. Ko'rgan, eshitgan odam buni qo'lidan kelmasdi-yu, bundan chiqadi deb o'ylamagandim deydi. Ko'pincha bolalar tomirlarimizda ota-bobolarimizni qoni oqyapti. Ular avtomatda olib jang qilishgan. Hozir zamon tinch, hamma sharoitlar bor. Muvaffaqiyatga любой odam erishsa bo'ladi. Kuchimiz bor, energiyalarimiz bor, qiziqishlarimiz bor paytda bosib ishlashimiz kerak. Kutib turadi hammasi, o'yin, kulgu, qizlar, do'stlar. Prosta bugun ilm olish payti. Bugun sport bilan shug'ullanib, yorib tashab burunni yerga ishqalash payti. Bugun miyani rivojlantirib boy bo'lish payti. Ertaga sandan hech kim chiqmaydi deganlarga isbotlab qo'yish payti. Shuni esingdan chiqazma. Podpisatsiya bosishdan esingdan chiqmasin.